Assalomu alaykum, aziz qadim shifo sirlariga qiziquvchi do'stlar. Bugun biz siz bilan may-nisan, ya'ni aprel yomg'irining sirlari haqida suhbatlashamiz. Nima uchun podshohlar va hekimlar bu suvni suvlar sultoni deb atashgan? Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino shunday deganlar: suvlarning eng latifi, eng yengil va mizoj jihatdan eng mo'tadil bo'lgani bu yomg'ir suvidir. Chunki u hali yerning changiga aralashmagan, qattiq minerallar bilan og'irlashmagan, osmonning sof energiyasini o'zida tashuvchi bir ne'matdir. Yomg'ir suvini poklik masalasiga keladigan bo'lsak, qanchalik shifoli bu suv? Albatta tortishiladi. Chunki ko'pchilik so'rashi mumkin, hozirgi vaqtda havo ifloslangan-ku, yomg'ir suvini ichish xavfli emasmi deb. Azizlar, hikmat ahli shunday deydi: yomg'irning avvali havodagi chang to'zonni yerga tushiradi. Ya'ni yoqqan vaqtdagi yomg'ir biroz yoqqan vaqtda o'sha chang to'zonni yerga tushiradi. Biz shifo niyatida yig'adigan suvi esa havo tozalangandan keyin yog'adigan sof rahmatdir. Uni shahar shovqinlaridan uzoqda, baland joylarda, dala, bog'lar, tog'larda to'plasa juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi va toza idishlarda olib, toza shishalarga solib olinadi va bu albatta Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Yanada eng to'g'risini Alloh jalla jalaluhu biladi. Ya'ni kunimizda yomg'ir suvi shifolimi, shifoli emasmi, uni Alloh biladi. Chunki hani 100% hani ayta olmaymiz, chunki baribir hayotda bo'lmaydi degan narsalar ham sodir bo'lyapti kunimizda. Havoni naqadar toza emasligini bizga qorong'u. Shuning uchun har bir ma'lumotni olganda, ya'ni internetda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Har bir ma'lumotni olganda 7 karra o'ylab, shariat to'rasiga tortib ko'rib xulosa chiqarish kerak. Xo'sh, endi do'stlar, yomg'ir suvidan hekimlarimiz, u vaqtni hekimlari qanday foydalanganlar, nimalar qilganlar, nima o'qiganlar, qay holatda bundan shifo ko'rganlar, ya'ni o'shalar haqida gaplashamiz. Buni saroy tabobati reshetasi, ya'ni tavsiya deyalım, tavsiya. Xo'sh, bu suvni qanday foydalanishgan, tavsiyasi nimadir? Saroy hekimlari o'z asarlarida ushbu sirni quyidagicha bayon qilganlar. Bu suv, may-nisan deyiladi. Nisan aprel suvi, ya'ni Nisan aprel oyidir. Nisan oyi, aprel oyi. Yomg'irlar yig'ilgani bu ixlos bilan, albatta ixlos bu yerda eng kerak bo'lgan narsa ixlosdir. Va eng yaxshi suv aprel oyining suvidir. Ustiga bu suvga quyidagilar o'qilgan. Auzu basmala bilan, albatta, ixlos bilan va ma'naviyati yuksak holda, ya'ni ma'naviyati bo'lish kerak-da. 70 marta Fotiha surasi, 70 marta Oyatul Kursi, ixlos, 70 marta 70 Falaq va Nas suralari o'qilgan. Ushbu o'qilgan suvdan 7 kun davomida nahorga ichilgan. Bunday qilinganda, deydi o'sha yozilgan kitobda, tomirlardan, bo'g'imlardan va barcha a'zolardan kasalliklar chiqishi, ko'zni nuri ortishi, zehn ochuvchi hisoblanadi. Bu tanadagi ortiqcha balg'amlardan asar ham qolmaydi deb yozilgan o'sha kitoblarda. Juda ko'p qiymatli asarlarda keltirilgan bu amallarning fazilati, Ruhul bayon kabi asarlarda keltirilgan. Yomg'ir suvining moddiy ma'naviy shifo baxshligi Qur'oni Karimda ham keltirilgan. Ya'ni balki mana shuning uchundir shifoligi keng qo'llanilgan. Mana shularga dalil qilib, ya'ni Alloh bilguvchidir. Albatta birinchi kerak bo'lgan narsa ixlos va albatta ma'naviy daraja ham kerak, albatta. Buni Kaf surasida, yomg'ir suvi haqida Kaf surasida keltiriladi. 9-oyat karimada osmondan muborak, barakatli suv tushirdik degan ma'noda, bog'larni, ekinlarni, donlarni chiqardik deb. Anfal surasida ham keltiriladi. 11-oyat karimada
suvni moddiy ma'naviy shifosi haqida va ixlos bilan o'qilishi kerak. Qadim tibbiyot hakimlari, ustozlar, saroy hakimlari shu oyat karimalarni asos olib, yomg'ir suvini shifo niyatida qo'llangan bo'lsalar kerak. Alloh taolo u zotlarni sirrini muqaddas qilsin, rozi bo'lsin. Endi do'stlar, saroy hakimlarining shifo niyatida tavsiya etgan bu ne'mati tanangizga quvvat bo'lsin, shifo bo'lsin. Alloh jalla jalaluhu xotirjamlik bersin barchamizga. Unutmang, shifo Allohdandir. Biz faqat sababini izlaymiz xolos. Shifo beruvchi Allohdir. Endi ba'zi insonlar yozadi-da, yolg'on. Ya'ni qanaqa bir yomg'irga inson tuzalib ketadimi, bir duoga tuzalib ketadimi? Albatta, bir duoga tuzalib ketadi. Alloh jalla jalaluhu istasa, bir duoga tuzalib ketadi. Ba'zan eshitganmisizlar, ba'zan shuni o'qigan edim, yaxshi bo'lib qoldim degan. Chunki o'sha yerda ixlos bilan o'qigan bo'ladi va tuzalib ketgan bo'ladi. Bu haqida bor videolarimda keltirilgan bu shifolar. Lekin bu yerga yozganlar ham borda negativ. Bu negativchilar haqida ham gaplashamiz ileriki vaqtlarda, videolarda. Nima uchun negativ yozadi, o'sha haqida gaplashamiz do'stlar. Biz bugun faqat bir hikmat haqida ochdik. O'sha mavzuni eshigini ochdik sizlar bilan. Safimiz kengaygani sari Allohning izni bilan mizoj ilmining hali o'rganilmagan, hayotimizda tubdan o'zgartiradigan qirralarini ham tizimli ravishda tushuntirib boraman. Xudo xolasa, men to'g'ri va asosli ma'lumotlar berish tarafdoriman do'stlar. Qayta o'zingizga ham tavsiyam shu. Qayta o'rganib chiqib, keyin xulosa qilishingizda. Muhim mavzularni tartib bilan tayyorlab qo'yganman. Hozirda eng qiymatli ma'lumotlarimni va mizoj darslarining manbalarini jamlab, sizlar uchun maxsus link ko'rinishda havola tayyorlayapman. Vaqtimiz bo'lishi bilan ularni videoning ostida joylashtiraman. Kanalimizda qancha ko'p inson obuna bo'lsa va ma'lumotlarimiz keng yoyilsa, men ham o'sha eng muhim chuqur bilimlarni sizlarga taqdim etishni boshlayman. Allohning izni bilan bizni kutishda davom eting do'stlar. Bizni kuzatishda o'zingizni va mizojingizni anglash yo'lida birga bo'laylik. Allohga omonat bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.